19 noyabr kuni Shvetsiyadagi har qaysi cho'ng matbuot va axborot vositalarida Xitoy jurnalistining chegaradan qo'g'lab chiqarilganligi to'g'risidagi xabarlar e'lon qilindi. Bu vaqa Shvetsiya davlat ichki sirtida zo'r g'ulg'ula paydo qildi. Shvetsiyada chiqadigan Göteborg pochtasi gazeti va Shvetsiya televiziyasi bu haqda Shvetsiya tashqi ishlar ministrligi, Shvetsiya davlat xavfsizlik idorasi va Xitoyning Shvetsiyada turishliq elchixonasi qatorliq o'rinlar bilan bevosita aloqalashib, jurnalist to'niga o'rinib olgan Xitoy jasusining jasuslik qilmishlarini iz qo'g'lab aniqladi va oshkorladi. Göteborg pochtasi gazeti bilan Shvetsiya televiziyasi Xitoy jasusi haqida maxsus programma ishlagan bo'lib, u hujjat film shaklida tarqatilgan. Uningda deyilishicha, oshkorlangan Xitoy jasusining ism familiyasi Chin Shuofei Akselson bo'lib, bu yil 58 yoshda ekan. Uning Akselson degan familiyasi Shved millatidan bo'lgan erining familiyasi ekan. Chin Shuofei Shvetsiya davlati tarafidan davlat xavfsizligiga og'ir darajada tahdid ilib kelgan degan jinoyat bilan chegaradan mangulik qo'g'lab chiqarilgan. Egilinishcha, jasus Chin Shuofei muxbirlik to'niga o'rinib olib, Shvetsiyadagi markaziy huquq organlari bilan aloqa o'rnatib, siyosat, iqtisod va texnika sohasidagi muhim arboblarni ziyorat qilgan ekan. U yana Xitoy ziyoratchilarining Shvetsiyaga kelib, ul asliha qurilishlarini ziyorat qilishida ko'riklik rol o'ynagan ekan. Chin Shuofei qanday qilib Shvetsiyaning muhim davlat organlariga kirib, yuqori darajali hukumat amaldorlari bilan aloqa o'rnata oldi hamda Uyg'ur va Tibet ko'chmanlarining Xitoyga qarshi siyosiy faoliyatlarini yaqindan kuzata oldi. Buni bilish uchun oldi bilan Chin Shuofeining qisqacha tarjimali bilan tanishishga to'g'ri keldi albatta. Chin Shuofei Xitoyda o'tgan asrning 60-yillari o'ttirg'i chiqqan madaniyat inqilobi davrida tug'ilgan bo'lib, u o'z yezisidan chiqqan birdan-bir oliy maktab o'quvchisi ekan. Keyincha u Beyjingda oliy maktabda o'qiydi va Xitoy Kompartiyasining sodiq a'zosi bo'lib tarbiyalanib chiqdi. Maktab bitirgandan keyin Xitoy Markaziy xalq radio stansiyasida bir mazgil xizmat qildi. Keyin u shvetsiyalik bir kishi bilan to'rda muhabbatlashib, to'y qildi va 2006-yili Shvetsiyaga kelib yerlashdi. U shaxsiy blogida o'z hayoti haqida mundaq degan: "Men 40 yoshga kirguncha biror parcha kitobmi yozolmadim, biror amalmi tutolmadim. Shundaqla ko'proq pulmi topolmadim." Uning ishki dunyosini aks ettirib bergan bu so'zlardan uning o'z hayotida yangi bir do'lqin yasashni kutganligini, nom obro'yliq, qo'l ilkida bor va muvaffaqiyat qozongan bir ayolga aylanish orzusining borligini, bu orzularini amalga oshirish uchun kuchlik taqozolik ichida tipirlayotganligini faraz qilg'ili bo'ladi. Chin Shuofei Shvetsiyaga kelgan dastlabki yillarda Beyjingdagi xalq gazetining ixtiyoriy muxbiri bo'lib xizmat qilgan. Shvetsiya davlat xavfsizlik idorasining inchika va tafsiliy kuzatishi natijasidan ma'lum bo'lishicha, mayli ilgari tutilgan Leyda bo'lsin yoki Chin Shuofei bo'lsin, ularning Shvetsiyadagi ish izlari ularning soxta muxbirlik salohiyatiga gumon paydo qilgan. Ular o'zlarining asli qiyofatini yoshirish uchun o'tir hisob bilan oyda biror parcha xabar ishlab qo'yish bilan cheklangan. Xitoy Kompartiyasiga bo'lgan sodiqligiga, uning muvaffaqiyat qozonishga bo'lgan kuchlik istikka qo'shilib, Chin Shuofeini texmi cho'ng ishlarni qilishga chaqirgan. Xitoy Kompartiyasining topshiriqlarini texmi unumli darajada o'rindash uchun Chin Shuofei xalq gazetining ixtiyoriy muxbirligi bilan qanoatlanmagan. U texmi cho'ng ish qilish uchun boshqa yo'l izlashga boshlagan. Chin Shuofei payti pishib yetilganligini his qilib, 2012-yildan boshlab o'z oldiga Xitoy Shvetsiya texnika madaniyat almashtirish shirkatini qurgan va o'zi bu shirkatga bosh direktor bo'lib ro'yxatga oldirgan. U asosligi to'r sahifasi ta'sis qilib, maqola yozmalarni e'lon qilishga va ziyorat programmalarini ishlashga boshlagan. Chin Shuofei qurgan to'r betidagi uchurlardan bu shirkatning 5 yil ichida 40 dan ortiq Xitoy hukumat guruhlari bilan 10 dan ortiq korxona vakillar guruhlarining Shvetsiya ziyorati uchun ko'riklik rol o'ynaganligini ko'rib olishga bo'ladi. Chin Shuofei bilan tanishligi bo'lgan amerikalik muxbir Rick Wassermanning bildirishicha, Chin Shuofei boshqurgan bu sahifa bir yoqdan Shvetsiyaning muhit asrash engi va texnikasini Xitoy o'qirmanlariga tanishtirish,
Yana bir yoqdan Şevit o'qirmanlarga Xitoy madaniyatini tonishtirishni asosiy tema qilgan. Chin Shuofei o'zining tor sahifasiga 10 ming parchadan ortiq yo'llanma yo'llagan bo'lib, u Shvetsiyaning iqtisod texnika kashfiyoti, tadqiqot sohasidagi muhim shaxslar, siyosatchilarni ziyorat qilishdan boshqa yana har yilgi Nobel mukofoti tarqitish marosimlaridami foto apparati va kamerasini ko'targan holda oldingi qatordan o'rin olib o'z mavjudligini namoyon qilib kelgan. Halbuki u o'zining 2023-yili 11-oydagi Nobel mukofoti tarqitish murosimining o'zining Shvetsiyadagi eng oxirgi bir qitimliq ziyorati bo'lib qolishini hargizmi xiyoliga keltirmagan. 10 yil jarayonida Chin Shuofei rasmiy harakatga o'tib, Xitoy hukumati topshirgan vazifasini bejonidillik bilan ijro qilgan. U rasmiy muxbirlik salohiyatiga erishmay turib, muxbirlik kinishkisi yasagan va Shvetsiya hukumat kabinetining ishki qismigacha suqunib kirib, 10 necha yil uchur o'g'irlash bilan shug'ullangan. Boshqacha aytganda, Xitoy ayol jasus Chin Shuofei o'zining jasuslik harakatlari uchun uzoqqa kapolatlik qila oladigan bir yo'l xatini qo'lga keltirgan. Shvetsiya davlat xavfsizlik idorasi uzundan beri Chin Shuofeini kuzatib kelgan va dalil paketlari yetarli bo'lgan hamon uni tutgan. U o'tgan yili noyabrdan boshlab Stokgolmdagi bir turmada tutib turilgan. Chin Shuofei jasuslik jinoyati yoki jinoyat gumondori bilan ayblanmagan. U Shvetsiya qonuni bo'yicha davlat xavfsizligiga og'ir tahdid shakllantirgan degan jinoyat bilan Shvetsiyadan qo'g'lab chiqarilgan. Halbuki uning advokati bo'lsin yoki Shvetsiya davlat xavfsizligi idorasi bo'lsin, uning konkret jinoyatlarini oshkorlamagan. Amaliyotda jurnalist qiyofatiga kirib olgan Xitoy jasuslarining chet ellardagi jasuslik qilmishi radio anglag'uvchilar uchun tunji qatimliq voqea emas edi. Buningdan 14 yil burun Shvetsiyada Babur Maqsud ismli biri Xitoy uchun jasuslik qilish jinoyati bilan qo'lga ilingandan keyin muxbir qiyofatiga kirib olgan Leyda ismli bir Xitoyning parda orqasidagi jasuslik qilmishlari oshkor bo'lib, Shvetsiya chegarasidan qo'g'lab chiqarib etilgan edi. Qiziqarli yeri shuki, Leyda ismli er muxbir bo'lsin yoki Chin Shuofei ismli ayol muxbir bo'lsin, har ikkisila Xitoy Kompartiyasining organ gazeti bo'lgan Xalq gazetining chet eldagi ixtiyoriy muxbir salohiyati bilan kishilarga o'zini tanishtirib kelgan. Shvetsiya muxbirlari bu jasus haqida izg'o'g'lab tekshirish davomida Shvetsiya Göteborg universitetining Xitoyshunos bo'yicha professori Fredrik Felmanni ziyorat qilgan. Fredrik bu ishki deloning munosabati borligini ilgari surib, ilgari har ikkaylan bilan uchrashib baqqanligini, Chin Shuofeining ilgari uningdan nurg'un savollarni so'rab ziyorat qilganligini bildirgan. Shvetsiya muxbirlarining tekshirish jarayonida to'plagan faktlardan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, Xitoyning Shimoliy Yevropada keng yayilgan ishpiyonlik to'ri aslida Xitoy Kompartiyasining organ gazeti Xalq gazetini o'ziga orqa taraq qilgan bo'lib, buningdan 14 yil ilgari Xitoy jasus Leyda Shvetsiya chegarasidan qo'g'lab chiqarilgandan keyin Xitoy jasuslik organlari Shvetsiyadan voz kechmagan, balki qaytadan ishpiyonlik to'rini qurashtirib chiqqan. Bundaqda Xitoy jasuslik organlari nima uchun chet eldagi jasuslarni jurnalist qiyofati bilan o'ttirg'a chiqarishni tanladi? Chunki Xitoy jasuslik organlari jurnalistlarning xohlagan so'ringa berib, xohlagan kishini ziyorat qilishdek xizmat afzalligining Xitoy jasuslarining uchur ma'lumot egilishini qulaylashtirganligini, eng muhimi jasuslik jinoyatini jurnalist atiqi bilan pardozlay oladiganligiga ishongan. Chin Shuofeining gumon qo'zg'aydigan yana bir qilmishi shuki, u o'zining muxbirlik salohiyatini ishga selib, Tibet, Uyg'ur va Xitoy demokratchilarining Xitoy Kompartiyasining rejimiga qarshi elib borgan faoliyatlari va namoyishlariga qitilgan. U shu so'rinlarda qatnashuvchilardan savollarni so'rab, surat va filmlarga elib olgan bo'lsa-mu, ammo o'zi qatnashgan faoliyatlar haqida biror qitimmi o'zining to'r sahifasida xabar bermagan. Undaqda Chin Shuofeining boshqalardan olgan uchurlari nega ketadi? Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi dunyoga oshkorlanib, dunyo jamoatchiligi Xitoy hukumatini ayblashga boshlagan bir vaziyatda, ya'ni 2018-yili Chin Shuofei Uyg'ur eliga safar qilgan va qaytib kelgandan keyinlar
Швеция poytaxti Stokgolmda shaxsiy nomi bilan Шинжаң foto suratlari ko'rgazmasi nomliq maxsus faoliyat uyushtirgan. U hatto bu suratlarni asos qilgan bir tashviqot kitobchisini besib tarqatgan. Ayni vaqtda Stokgolmdagi Xitoy bosh elchisimi bu ko'rgazmaga qatnashib, so'z qilgan va iqtisodiy jihatdan uni qo'llagan. Bu ko'rgazmada Uyg'ur elidagi yerli xalqlarning boy baxtiyorlikqa va xushallikqa to'lgan hayoti aks ettirilgan mazmundagi suratlarning o'rin olganligi ma'lum. 30 yildan beri Xitoy masalasi haqida izlanib kelayotgan Xalqaro kechirim tashkilotining xodimi Peter Nassin bu ko'rgazmaning xarakteri haqida to'xtalib, bu qip-qizil bir tashviqotdan boshqa narsa emas. Jurnalistlik bilan qilcha aloqasi bo'lmagan. Aksicha, Xitoy konsulxonasi tarafidan o'rab, bozorga selingan bir mahsulot degan. Stokgolmdagi Davlatlik tashqi siyosat institutining bir xodimi yig'ib aytganda, Chin Shuofeining barliq tashviqot materiallarining mazmuni Xitoy davlatining ijobiy yuzini ko'rsatish tashviqoti uchun xizmat qilgan deb ko'rsatgan. Chin Shuofei qo'lga ilingandan keyin so'roq qilingan vaqtida u jinoyatini qat'iy e'tirof qilmagan. Turmadagi vaqtida muxbirlar bilan qilgan xat aloqasida o'zining gunohsiz ekanligini aytib tirkashgan. 2024-yil oktyabr oyining 5-da Shvetsiyadagi cho'ng televiziya kanallari va matbuotlarda 20 nafar Xitoy josusining oshkorlanganligi xabar qilingan edi. Oshkorlangan tizimlikda siyosatchilar, universitet tadqiqotchilari, jurnalistlar, yadro energiyasi shirkatining xizmatchilari va chet ellardagi Xitoy tashkilotlarining mas'ullari qatorliq turli salohiyatdagi va o'xshamagan yosh gruppasidagi kishilarning borligi tilga ilingan. Xitoy davlatining chet ellardagi bo'libmi Shimoliy Yevropani asos qilgan rayonlarda yurgizgan jasuslik usullari asosan Xitoy Kommunistik partiyasiga qarshi har qanday shaxs yoki guruhlarning harakatlarini kontrol qilish, Uyg'ur va Tibet faoliyatchilarining faoliyatlari haqida uchur to'plash, ularga to'sqinlik qilish, muhim texnika uchurlarini Xitoy davlatiga yetkazish va Xitoy kompartiyasining tashviqotini qilish qatorliq harakatlarga ko'proq markazlashgan. Bulardan boshqa yaqinqi yillarda Xitoyning sirtqi qaratgan tashviqoti ko'proq Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni yepish uchun Chin Shuofeiga o'xshash josuslarni ishga selib, Uyg'ur elining Xitoy tashviqot eğitimiga mos holda yasab chiqilgan sun'iy vaziyatini tashviq qilish bo'lmoqda. Chin Shuofeining delosi Xitoyning Shimoliy Yevropadagi Shvetsiyani nuqta qilgan josuslik to'rining hozirgacha axborotga oshkorlangan intayin oz bir qismi bo'lishi mumkin. Xitoyning o'zi dushman kuchlar deb qarayotgan g'arb ellariga turlik nomlarda qurgan axborot va uchur egilash to'rining kun sayin oshkorlanishiga ergishib, Xitoyning razil siyosiy abdibashirisi bo'libmi irqiy qirg'inchiligini baxtiyor hayot deb pardozlab ko'rsatadigan saxta tashviqotining ish yuzi hamon bir kuni to'liqi bilan oshkor bo'lganligi muqarrar.